Maşallah, maşallah. Assalomu alaykum. Oltiariq Chorva kanalining obunachilari, uzoq yaqindan kuzatib borgan aka-ukalar, mana sizlarga o'zimizni fermamizdan o'zimizni buzoqlarni qanaqa boqilyapti, qanaqa rejimda boqilyapti, nima berilyapti, sutdan chiqarish payti keldimi yo berish kerakmi? Xullas, buzoq haqida video bo'ladi. Sizlar videoda boshidan bittadan layklarni bosib, uzoqlaringda kommentariy yozib qo'yasizlar. Laykta ham elaman. Sizlar uchun mana shunchalik harakat qilib chiqaryapmiz. Sizlar uchun bittadan layklarni bosib, qo'limizdan kelgancha sizlarga ham yoritib o'tamiz. Obunachilar. Uzoqdan ko'rinishi fonga bitta olamiz. Chempionlar, xudo xolasa haligi buqim bormi deganda bor deydi xoni. Sigiring bormi deganda sigiring bormi deydi xon. Sigirlar qilamiz, buqalar qilamiz. Ko'rib turibsizlar. Oq kipri, oq tumshuq deysizlarmi? Hammasidan bor. Unaqangi to'qolidan ham bor janovar. Obunachilar, videoni boshidan yutibamiz. Reklama xizmatlarimiz ham bor. Reklama ham qilib berilaveradi, mol ham olinaveradi, mol ham sotilaveradi. Bizga farqi yo'q. Reklama qilish kerak bo'lsa, mollarni tars sotib berilaveradi, reklama qilib. Bular endi 2 oydan o'tgan 3,5 oylik eng kattasi. Mana shunisi 3,5 oylik. Eng kichkinasi 2 oylik atrofida, 1,5-2 oylik. 1,5 oylik, 2 oylik atrofida. Bitta xonajillar, bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta. 5 ta xonajin, 1 2 3 4 5 6 ta. 6 ta buqacha ekan obunachilar. Ko'rib turibsizlar, holatlari zo'r. Nima bilan boqyapsizlar deganlarga bunaqa sigirlarni endi boqilyapti obunachilar. Hozir endi sekin sutdan chiqarilyapti. Joning sog' bo'lsin. Bu sigir ham ko'rsaymasin. Zo'rda oq kipri, oq tumshuq. Vobshe boshqacha turaveradi janovar. Ko'rgani mashalloh ko'rasizlar. Umuman ko'zlaring taymasin, ko'z tegmasin deb mashalloh deb havas qildi deganlar, uyda shunaqa sigirlardan bo'laversin, shunaqa buzoqlardan ham terib qo'yaveringlar obunachilar. Xudo xolasa sizlarga bundan ham zo'rlarni nasib qiladi. Faqat havas qilib layklardan bosib tursalang, o janovarlar turishni qaranglar. Qadrli obunachilar, xullas bular bir mahal sut ichyapti. Bir mahal sut ichyapti. Bir mahal yem berilyapti. Qanaqa yem deganlarga bunaqa bedani shunday oxiri bilan oxiriga to'ldirib shunday tashlab qo'yiladi. Hozir ichkariga o'tsa ko'rsatib o'tamiz. Ko'rsaymasin, bular bedani ham hamma yo'q zo'yapti. Mana oxiri. Bu oxiri tugatib qo'yibdi. Yalavoribdi. Mana yerda kepek mana. Kepekni aralashtirib, plus haligi rizq baraka deydimi, shu anaqa yemdan hozir endi zichcha qo'shib berilyapti. Asosan kepek yeyapti bu yerda. Kepekni shunday tashlab qo'yilgan. Yeb yotishibdi. Mana bu beda bo'ladi. O'zimiz dehqonchilik bedamiz. Mana suv. Asosan suv turish kerak. Tuzlar ham turibdi obunachilar. Ashlarni sutda bir mahal beriladi, yemni oxiriga to'ldirib qo'yiladi. Ash bilan o'zi ashi etni olib, mana shu etda turibdi xudo xolasa. Eng kichkinasi mana shu buqachamiz. Bu yerda obunachilar haligi 2026-chempion buqamiz bor edi-ku, o'shalarni bolalaridan ham bor. Haligi chempion qilaman deganlarga kanalimiz kuzatib tursalang, o'shaning bolalaridan ham xudo xolasa chiqadi. O'shaning bolasidan gapirib o'tilar. Sizlar paddeshgan yoritib tursalang. Obunachilar, bu buzoqlar o'zgaribdimi, o'zgarmabdimi? Kommentariy yozinglar-chi. O'zgargan bo'lsa, laykni bosib, o'zgarmagan bo'lsa, kommentariy yozib qo'yinglar. Menimcha o'zgardi. O'zgarganga o'xshayapti o'zimning ko'zimga.
Hammasi bir xilda ko'z tegmasin. Mashalloh, mashalloh. Onsi vashim go'zal mana. To'qoladan so'raganlar. Bu hali Instagramda ham juda ko'pchilik yozdi. Havas qildik, bizga ham nasib qilsin. Siz darajangizga biz ham chiqaylik deb juda ko'pchilik yozdi. Xudo xolasa obunachilar, sizlar ham shunaqa buzoqlar boqib, bundan zo'rlanib boqasizlar. Bunaqa sigirlar zo'rlardan buzoqlarni ham terib tashlaysizlar sizlar ham xudo xolasa. Bu shoqini nima u siyoh rang deganlarga shoqini kuydirilgan obunachilar. Hammasini shoqini kuydirilgan mana. Ko'rsaling. Mana shu ikkita to'qoli bor. Bu xunajim bilan bu buqachamiz. Mana. Odamni juda yaxshi ko'radi. Mana shu ikkovi zavatskiy to'qol bular hammasi kuydirilgan. Eng kichkinasi mana shu bo'lsa, eng kattasi mana 3,5 oylik. To'g'rilasa buni ham azzorini chiqaramiz. Dumbalar solinyapti, bu qaranglar. Dumbasi. Dumba solgan mana. Yomon. Bitta yurib qo'y. Chi. 3,5 oylik. Yaxshimi 3,5 oylikka? Vesi ham bir 200 kilodan oshiq. Chista 200 kilodan oshiq. Qadrli obunachilar, bizni kuzatishda davom etinglar. Xudo xolasa bundan ham zo'r videolar chiqaramiz. Agar anaqa bo'lsa, emizish jarayonlarini ham videoda oxiriga ulab qo'yib yuborsak, qo'yib yuboramiz.